do'stingizga ketdik desangiz, nimaga demaydigan do'st haqiqiy do'st bo'ladi. Do'stingizga agar aytsangiz, "Idem" desangiz, "Zachем" demasa bo'ldi, o'sha haqiqiy do'st bo'ladi. "Почему" demasa bo'ldi. Do'st ergashib ketaveradi saklab. Ketdik desa bo'ldi. Qayoqqa olib ketmasning farqi yo'q, chunki u do'stiga ishonadi. So'rab o'tirmaydi. Haqiqiy do'st deganlar mashoyixlarimiz do'stini yo'qligida uyiga borib, do'stini puldan so'ramasdan olsa, do'sti kelib buni eshitib xursand bo'lsa, ana o'shalar haqiqiy do'st bo'ladi degan. Bir-biriga istihola qiladiganlar do'st bo'lmaydi. Shu gapni gapirsam Assalamualaikum. Прямой эфир? Да. Да, izgini сегодня. Assalomu alaykum. Asfaltsiz ko'chalaring qancha? Madam? Ha. Yoqqani ko'ring, arzon beramiz. Ko'chaga oqshimchalaringchi? Necha yoshga? Qizchaga. Qizchaniga 20, yodiga 85. Sizga shomta.